Assalomu alaykum akalar, ukalar, Jizzax Begoms kanalining qadrli obunachilari. Xudo xolasa, bu yerda tayyor bo'lgan joylarimizga da'vatga ishlar olib borildi. Xudo xolasa mana Begomsni elib, bu joyimizga ham yangidan joy qilganmiz. Bu joyga ham cho'lchilar xudo xolasa tashlayapmiz. Bu biznesni har kim qilishi mumkin. Uyida chorvasi bor aka-ukalarimiz bo'lsa, tez o'sha chorvasi bor aka-ukalarimizga videoni jo'natib qo'yasizlar. Uydan chiqqan shu go'yinlarni kimlargadir tekin beraverayotgan bo'lsa, bundan keyin go'yinda molni go'yingini sotib ham, molni go'yingidan begom saylab ham foyda qilsa bo'ladi, soqqa qilsa bo'ladi. Shu haqida aytib o'tamiz. Aksiya e'lon qilgandik, shoshilasizlar akalar ukalar. 10 kunga degandik, 1+1 aksiyasi hali bunaqasi bo'lmagan. 1 kvadrat cho'lchang olasiz, 1 kvadrati bonusga. Realni bunaqa narx hali bo'lmagan. Xudo xolasa cho'lchanglarimiz ishliklari zo'r. Hozirgi vaqtda ularni bitta ko'rsatib o'tamiz. Kimdan kim shu biznesga qiziqib turgan aka-ukalarimiz bo'lsa, pastdan nomerlarga bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. 0 dan 100 gacha o'rgatamiz. Hozir sizlarga cho'lchanglar yoyilishlari, keyin aksiya haqida bitta tushuntirib o'tamiz. Bizning kanalga obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Bu akalar, ukalar aytib o'tganimdek, mana shu joylarimizga xudo xolasa cho'lchanglar tashlab chiqyapmiz. Kartinka yashchalarda 200 tadan ziyod kartinka yashchalar xudo xolasa taxlab chiqqanmiz cho'lchang ko'chirish uchun. O'sha aka-ukalarimizga cho'lchang yetkazib berish uchun hozir cho'lchanglar zishlari o'ta zish darajada mana. Kimga ko'rinayotgan bo'lsa, zishlarni ko'rishingiz mumkin. Zishliklar zo'r bo'lib chiqqan. Hozir yoz faslida bemalol shu kuz faslida yozda adashib ketdim. Kuz faslida bemalol Begom biznesini boshlasangiz bo'ladi. Mana joylarimiz xudo xolasa bunaqa joydan 3 ta qilganmiz. Hozirgi vaqtda yiliga o'rtacha 100 tonnadan ziyod Begom saylab chiqaramiz xudo xolasa. Bular hammasini ustiga da'vatga qildik. Boshqa da'vatga berilmaydi. Shu bilan 2 oy, 2,5 oyda cho'lchanglar go'yin deb bo'ladigan bo'lsa, Begomga aylanadigan bo'lsa, o'sha bahor faslida yoki bo'lmasa kuzda oxirroqda, shu noyabr oylarida yoki dekabr oylarida kun yaxshi vaqti bulardan elab xudo xolasa dehqon aka-ukalarimizga yetkazib beramiz. Buni tagidagi Begomlar tashalganiga salkam 8 oy, 9 oy vaqt bo'ldi. Yana bir 3-4 oy turadigan bo'lsa 1 yillik turgan Begom bo'ladi. Mana buni endi yana agar shu vaqtda elaymiz xudo xolasa. Mana joylarimiz ko'rishingiz mumkin. Mana akalar Begomlarimiz, tayyor holatda Begomlarimiz, oliy sifatli, birinchi navli Begomlarimiz ham bor. Hozir cho'lchanglarni joylashtiryapmiz. 1+1 aksiyasi akalar ukalar. Chorvasi bor dehqon ukalarimiz hozirgi vaqtda ulgurib qolishingiz kerak. Cho'lchanglar mana shu tomonda hammasi xudo xolasa aksiya doirasida sotamiz deb aytganmiz. Xudo xolasa hammasini aksiya qilib beryapmiz. Mana cho'lchanglarimiz ko'rishingiz mumkin. Zishliklari o'ta zish darajada. Banan korobkalarda xudo xolasa bo'ladi. Ikkitasi 1 kvadrat hisobida 4 ta banan korobkada olasizlar xudo xolasa. Kimga qiziq bo'lsa, pastdan nomerga aloqaga chiqaverasizlar.